Privetik всем. Bugun mana ertalabdan qor, ko'cha sovuq. Men manikyurga yozilib qo'yganman, chunki ertaga korporativimiz bor. Qora ko'ylak kiyman. Hozir Wildberriesdan zakaz qilganman. Shunga moslab где-то qora french qildiraymikin deb o'ylab turibman. Mana bizda qor yog'yapti. Hozir sizlarga eski manikyurni ko'rsataman. Juda o'sib ketdi. Sraz yangilamasak bo'lmaydi. Boshqa kunlarga уже unaqa yo'q. Nima desam bo'ladi? Bo'sh okoshka yo'q. Chunki hamma yangilik. Даже kiprikka bormoqchi edim. Kiprikka ham bo'sh okoshka qolmagan. 2 barobar to'lasang, orasiga tiqib yuboraman. Sani o'chirishga deydi. Lekin jalqa 2 barobar to'lashga. Mana eski manikyurim qanaqa? Eslaringda qolgan bo'lsa. Hozir ostanovkaga ketyapman. Avtobusga chiqib bugun uyga boraman, chunki salonida joy yo'q ekan. Uyga borib qildirib kelaman. Baholab berasizlar qanaqa chiqdi. Ostanovkadaman. Mana avtobusim hozir 1 minutda keladi dedi. Yana 3 minut bo'lib qoldi. Makiyajimni keyin ertalabdan ko'rishni olmoqchi edim. Telefon jirtga qo'yib, esman chiqib. Sovuq-ku. Sovuqda tez kiyinay deb qavat kiyinib chiqdim-da. Olish esman chiqib. Mana avtobusim ham keldi. Yeli ulgib keldim. Вообще, bittasini o'tib ketib qoldim telefon tutib. Mana yorug'idan ko'rsataman. Chorni french emas, boshqa tanladim. Mana hozir ranglar tanlaymiz. Sizlarga oxirgida rezultatini ko'rsataman. Turs bunday qilaman. Ana. O'zimga rosa yoqdi mana. Bunisi. Mana o'zimga to'g'risi yoqdi. Hozir pulini yozib qo'yaman tepaga. Arziydimi yo'qmi? Kommentariyga yozib qo'yasizlar.